Qashqadaryo viloyatida Telegram orqali qariyb 5 milliard so'mlik firibgarlik jinoyati fosh etildi. Telegram ijtimoiy tarmog'ida yolg'iz bo'ri nomi ostida faoliyat yuritgan shaxs yuzlab fuqarolarni aldab, milliardlab so'mlik zarar yetkazgani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, 1999-yilda tug'ilgan yigit ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ishonchli shaxs sifatida ko'rsatib, turli soxta sarmoya loyihalari va savdo takliflari orqali odamlarning pullarini qo'lga kiritib kelgan. Tergov jarayonida aniqlanishicha, jabrlanganlarga yetkazilgan umumiy zarar 4 milliard 800 million so'mdan oshgan. Firibgarlik sxemasi asosan avtomobil savdosi orqali amalga oshirilgan. Gumonlanuvchi mashina bozori bilan bog'liq Telegram kanallarida o'ziga tegishli bo'lmagan qimmatbaho avtomobillar, xususan BMW va Toyota Prado rusumidagi mashinalarni joylashtirib, xaridorlarning ishonchiga kirgan. U boshlang'ich to'lov sifatida 5000 AQSh dollarigacha pul olib, shundan so'ng aloqa vositalarini butunlay o'chirgan. Olingan mablag'lar virtual kartalarga o'tkazilib, keyinchalik esa boshqa shaxslarning plastik kartalari orqali naqdlashtirilgani aniqlangan. Sud qaroriga ko'ra mazkur shaxs firibgarlik jinoyatini sodir etganlikda aybli deb topildi va unga nisbatan 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.